hozir DTMni saytidan milliy sertifikatga qanday ro'yxatdan o'tish kerakligini qisqacha tushuntiraman. Bunda siz brauzeringiz orqali my.dtm.uz deb yozasiz va sizga mana shunday ko'rinish hosil bo'ladi kompyuterda yoki telefonda. Agar siz ilgari ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz, attestatsiya uchun yoki boshqa narsa uchun ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz, o'sha ro'yxatdan o'tgan telefon nomeringizni mana bu yerga terishingiz kerak. To'g'ridan to'g'ri kirib ketasiz. Agar ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz, ro'yxatdan o'tish tugmasini bosishingiz kerak. Ro'yxatdan o'tgan bo'lsangiz, kirish tugmasini bossangiz, mana shu bo'lim chiqadi va siz telefon nomeringizni terasiz. 704 04 00 misol uchun. Xo'p, parol terasiz. Esingizga bo'lishi kerak sizga. Parol berilgan. Va bu yerda kichik bosh qotirma 8+10 sizga beriladi va kirish shaxsiy kabinetga kirganingizdan keyin mana bu yerda sizni ism familiyangiz chiqadi va mana bu yerda siz milliy sertifikat degan bo'lim tanlashingiz mumkin va bosganingizdan keyin fanlar chiqadi. Fanlarda o'zbek tilchilar, ya'ni o'zbek tili va adabiyot fanidan milliy imtihon, sertifikatga imtihon topshiradiganlar shu fanni tanlashi kerak va bu yerda ko'rsatilgan sertifikat natijalari qanday hisoblanishi, 60% to'plagan shaxslarga beriladi va hokazolar aytib o'tilgan. Bu yerda endi va hokazolar. Xizmatdan foydalanish tugmasini bosasiz. Demak, sizda ariza yo'q. Mana ariza mavjud emas deyapti. Mana bu yerda ariza qoldirish degan tugma. Keyin mana bu ko'rinish chiqadi. 3 yil muddatga sertifikat berilishi, abituriyentlar mos ravishda oliy ta'lim muassasasiga kirishda bunda maksimal ballga nisbatan tabaqalashtiriladi yoki o'zgartirishlar kiritilgan abituriyentlar uchun 80% dan yuqori ball qo'lga kiritsa, imtihondan DTMdagi avgust imtihonlarida bo'ladigan o'qishga kirish imtihon jarayonidan mana shu fan, ya'ni 80% dan ortiq natija ko'rsatgan fandan test ishlamaydi, ozod bo'ladi va unga 100% natija beriladi 30 dan 30 ta. Endi test ishlaydigan hududingiz, siz qaysi hududda yashayapsiz? Misol uchun Buxoroda bo'lsangiz, Buxoro shahar. Toshkentning qaysidir shahrida yoki viloyatda bo'lsangiz, Toshkent shahar. Qaysi hududda bo'lsangiz, ya'ni sizga borib testni topshirish qulay bo'lgan hududni tanlashingiz kerak offline. Men misol uchun Toshkent shahar. Imtihon topshirish tili bu yerda o'zbek tili, chunki o'zbek tilini tanlaganmiz va uni saqlash tugmasini bosgandan keyin sizga sertifikatni ruxsatnomasini olish uchun bazaviy hisoblash miqdorining 1,5 baravar miqdorda to'lov undirilishi belgilanadi va mana bu yerda invoice raqam beriladi. Buni to'lashning ikkita yo'li bor. Birinchisi bankka borib mana buni yuklab olib ko'rsatishingiz mumkin yoki chiqartirib olishingiz mumkin. Bu biroz harakat va vaqt talab etadi. Ikkinchi usuli Payme ilovasi orqali oson hal qilishingiz mumkin. Klikda ham bo'lsa kerak, Payme ilovasiga kirsangiz, to'lovlar bo'limi degan joyda ko'rinadi. Misol uchun mana shuni ko'rsataman. Payme.uz. Xo'p, Payme'da sizni telefoningizda bo'ladi. Ro'yxatdan o'tganman, kompyuterdan kirayotganim uchun mendan ro'yxatdan o'ting deb so'rayapti. Xo'p,